Bugungi videomizda biz Uzummarket savdoni boshlagandan oldin tovarlarni qanday analiz qilib tanlab olish kerakligini o'rganib olamiz. Ismim Iqom Qiroli va Uzummarketda уже 3 yildan beri sotyapman. Shu 3 yildagi umumiy oborotim 7 milliard so'mga yaqin va oyma-oy oborotlarim oxirgi paytlarda 300-500 million so'mgacha bo'ladi. Bu videoda men sizlarga o'rgatgan narsam, men o'zim pullarimni yo'qotib, vaqtlarimni ketkizib, noto'g'ri tovarlarni tanlab, xatolarni qilib orqali erishganman. 3 yil oldin men ham ko'pchilik odamlarga o'xshab, qaysi tovardan boshlay, qaysi tovar yaxshi sotiladi bilmasdan, o'zimda faqat haftalik sotuvlarga qarab 5 ta tovar tanlab oldim. Va bu 5 ta tovarni faqat ikkitasi yaxshi ketgan. Lekin men hozir bilgan analiz texnikalarimni bilganimda 5 tasidan 4 tasi yaxshi ketardi. Demak, bu 2 karra yaxshi natija. Va men bu texnikani ukam tashqari hech kimga o'rgatmaganman. Shuning uchun kimga realni kerak bo'lsa, o'zingizga qo'shchaga yo kompyuterlarga yozib olinglar. Chunki analiz instrument tashqari shu videomizda hech qanaqa slide show, prezentatsiya, ekranda hech narsa ko'rmaysizlar. Faqatgina men og'zaki sizlarga maksimalni понятно tushuntirib beraman. Videomiz 3 ta bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu boshlashdan oldin muhim shartlar, ikkinchisi bu analiz texnikalari va uchinchi bo'limda men masala orqali sizlarga ko'rsataman, men o'zim qanday qilib shu texnikani ishlatib tovar tanlab olaman. Qani boshladik. Birinchi bo'lim muhim shartlar. Uzummarketda savdoni boshlashdan oldin любой biznesga o'xshab bitta muhim shartlarga ega bo'lishingiz kerak. Va bu shart pul. Bir xilla $100 bilan boshlamoqchi, bir xilla $300 bilan, $500 bilan, $1000 bilan bitta narsani tushunib olinglar. Uzummarket bu o'yinchoq emas. Bu realniy ish. Shuning uchun sizlar realniy daromadga chiqmoqchi bo'lsanglar, sizlar ishingizda qilayotgan pulinglarni Uzummarket qilmoqchi bo'lsanglar, $500, $800 yetarli emas. Mening tavsiyam $2000 dan boshlanglar. $2000 bo'lsa, xo'p, minimum, samimiy minimum $1000 dan boshlanglar. Undan kam boshlamanglar umuman. Sizlar tushunishingiz uchun nimaga? Shu yerda sal-pal matematikani ishlatamiz. O'zim tajribamdan kelib chiqib, agar prям zo'r sotsanglar, uncha ko'p xato qilmasanglar, prям chotki sotaman desanglar, sizlar tikkan pulinglardan birinchi 2 oyda prям zo'r tovar tanlasanglar, uni yaxshi narxda olib kelsanglar, chotki kartochka qilsanglar, chotki reklama qilsanglar, birinchi 2 oyda shu tikkan pulingizdan 50%, 40-50% ni sof foydasini qilasizlar. Demak, $100 tiksanglar, birinchi 2 oydan keyin 40, maksimum shu $50 sof foyda qilasizlar. $1000 bilan boshlasanglar, $400-500 qilasizlar. $2000 bilan boshlasanglar, $800-1000 qilasizlar. Va bu matematikada hali ko'pgina boshqa faktor olinmagan. Masalan, ijtimoiy soliq. Ijtimoiy soliq 412 ming. Va bu ijtimoiy soliqni Uzummarketda sotsanglar ham, sotmasanglar ham baribir to'laysizlar. Shuning uchun o'sha $300 masalani olaylikchi, o'sha $300 tikkan pulingizdan zo'r bo'lganda $150 birinchi 2 oyda qildingiz. Lekin hali 824 ming ijtimoiy soliqdan faqat to'ladingiz. Bu degani sizlarda necha pul qolgan? $70-75 atrofida qolgan. Demak, shu 2 oyda arzimagan pul uchun ishlagansizlar. Va bu hali hammasi emas. Hali benzin ham bor, gaz bor, upakovkasi bor. Shuncha boshqa faktorlar ham bor. Va albatta, YTTlar bo'lmasa, YTT ochish uchun registratsiya haqini to'laysizlar. Qancha? 500 ming atrofida. Demak, sizlar men Uzummarketda savdoni necha pul bilan boshlaylik shu savolni o'ylaganinglarda, YTT ochish 500-600 ming, 2 oydagi ijtimoiy soliq 824 ming, 1% aylanma va дополнительный xarajatlar. Benzin, upakovka, shtrix-kodlar u ham shu yerda 2 oyga 300, 400, 500 ming ketar. Demak, mening tavsiyam Uzummarket savdoni hop $2000 bilan bo'lmasa, $1000 bilan, как minimum $1000 bilan boshlanglar. Chunki $1000 bu ham agar hamma narsani chotki qilsak, hop, inaqda sal-pal xato qilsak ham, qolgan narsani chotki qilsanglar, tovarni yaxshi olib keltirsanglar, tovar sifati yaxshi bo'lsa, vot kartochkasini yaxshi chiroyli qilsanglar, oyma-oy shu $1000 dan balkim 200, 250, $300 qila olasizlar. Birinchi 2 oyda. Undan keyin o'sha ходовой tovarni zanovo zakup qilish kerak bo'ladi. Demak, birinchi shartimiz bu byudjet. Ikkinchi shart bu vaqt. Yana bir bor aytaman, Uzummarket sotish bu hech qanaqa o'yinchoq emas, bu hech qanaqa passivniy daromad emas. Bu agarda sizlar ishlasanglar ham, o'qisanglar ham, $500 boshlasanglar ham, $10,000 boshlasanglar ham, Uzummarketda har kuni minimum 1-2 tovarlar kelsa 3, Uzummarketda kartochkalar xato chiqsa, bloklansa 3-4 soatgacha
vaqt ajratish kerak bo'ladi. Va hali upakovka vaqti ham bor. Tovarlar ko'p bo'lsa, kech payt 11 gacha, 12 gacha, 1 gacha, 2 gacha upakovka qilishga tayyor bo'linglar. Birinchi bo'limimiz tugadi. Endi ikkinchi va eng muhim bo'limimiz tovar analizi. Tovarlar va kategoriyalarni analiz qilish uchun albatta instrument kerak. Va instrumentlar ko'p. Masalan, Data bor, Bistats bor, Zoom Selling bor. Lekin men oxirgi 2 yildan beri ishlatadigan bu Zoom Selling instrumenti. Agar sizlarga ham shu instrument kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar va oxirida men sizlarga aytaman, qanday qilib shu instrumentni bir oyga 300 ming so'mga olsa bo'ladi. Boshladik. Sizlarda Zoom Selling instrumenti bor va главный ekranda sizlar ko'rgan narsa bu oxirgi 30 kunda, 60 kunda, 90 kunda yoki вообще o'tgan yildagi sentyabr, dekabr, avgust, yanvargacha bo'lgan ma'lumotlar. Bu degani, masalan, oxirgi 30 kunda butun uzun market aylanmasi 577 milliardga teng. Yoki masalan, bir yilda eng zo'r bo'lgan oyda, dekabr oyida uzun market masalan 633 milliardlik aylanma qildi. Keyingisi bu do'konlar. Bu degani uzun marketdagi barcha do'konlar. Sotuvlari bo'lgan do'konlar, sotuvlari yo'q bo'lgan, nol bo'lgan do'konlar ham hammasi shu yerda. Keyingisi bu sotuv bilan 60%. Nima degani? Bu degani mana shu 42 ming do'konda faqatgina 60% aktiv do'konlar hisoblanadi. Demak, oxirgi 30 kunda faqatgina 60% do'konlarda qanaqadir sotuv bo'lgan. Keyingisi bu kartochkalar. Sizlar uzun market ochganinglarda, любой ko'rayotgan tovar bu kartochka deyiladi. Demak, uzun marketda общий 1 million 400 ta kartochka mavjud. Kartochka ravno konkurent. Va bular 1 million 400 kartochka ichida faqatgina 43% da sotuvlari bor. SQ 5 million 300 ta. Bu nima degani? Masalan, siz bitta futbolka kartochkani ochdingiz va bu bitta futbolka kartochka ichida 5 ta xil rang bo'ladi. Va bu 5 ta xil rang bu 5 ta SQ degani, 5 ta SKU. Shu SKU har xil narsa bo'lishi mumkin. U rang bo'lishi mumkin, yo masalan poyabzal o'lcham bo'lishi mumkin. Masalan, poyabzalda 7 ta o'lcham bor, 38 dan 44 gacha. Bu degani bitta poyabzal kartochkada 7 ta har xil SKU bor. Keyingisi bu top magazinlar. Shu yerda sizlar butun uzun bo'yicha barcha kategoriyalar bo'yicha top sotuvchilarni ko'ra olasizlar. Lekin masalan biz agarda qanaqadir bitta kategoriyani tanlab olsak, masalan, bolalar tovarlari. Mana shu yerda faqatgina bolalar tovarlarini sotadigan top sotuvchilar chiqadi. Endi shu yerda nima yozilganini tushunaylik. Aylanma oxirgi 30 kun yo'q qanaqadir time slot tanlab olsanglar, xohlasanglar 60 kun, xohlasanglar dekabr, yanvar o'sha paytdagi оборот chiqadi. O'sish bu analogичный time slotga qarab, masalan 30 kun tanlab olgan bo'lsanglar, bu degani shu 30 kundan oldingi 30 kunga qarab o'sish bo'ldimi yo pasayish bo'ldimi degani. Va oxirgisi bu bozor ulushi. Bu juda ham tushunarli. Masalan, общий butun bolalar tovari bozori 100% bo'lsa va bu Kabrita degan magazin 4% sotadi. Demak, bu butun оборотdan 4% ni egallab olgan. Butun bozorda 4% ni egallab olgan. Juda ham qattiq raqobatchi. Endi ikkinchi va uchinchi bo'limimizni birlashtirib, sizlarga nisha kategoriyalarni qanday qilib analiz qilishini tushuntirib beraman. Lekin birinchidan aytib o'taman. Kim uzun marketda endi boshlagan bo'lsa, bitta tovardan boshlab olmanglar. Обязательно 3 ta, 5 ta har xil tovarni tanlab, pullarni o'sha har xil tovarlarga tikinglar. Chunki agar barcha pulingizni bitta nishaga, bitta kategoriyaga tikib olsangiz va o'sha kategoriya qanaqadir muammo chiqib ketsa, yo tovar sifatsiz bo'lsa, reytingi tushib ketadi. Yo masalan, olib kelgan narxingiz juda qimmat bo'lsa, yo konkurensizlar pastroq sota olsa, yo kartochkangiz bloklansa, bo'ldi. Pulingiz o'sha tovarda va u chiqishi juda ham qiyin va sekin bo'ladi. Shuning uchun biz analiz qilamiz. Analiz qilayotganda siz masalan uzun marketni ochsangiz bo'ladi va shu uzun marketni siz ko'rayotgan qaysi yaxshi ходовой tovarlarni, shunga o'xshash 10 ta har xil kategoriyalarni olib, ularni analiz qilib, uni 3 ta yo 5 tasini eng ходовойlarni tanlab olasiz. Boshlaymiz. Masalan, siz 10 ta har xil kategoriyani tanlab oldingiz va ularni analiz qilmoqchisiz. Hozir biz birga ularni tanlab, faylimizga kiritib, ularni birga analiz qilamiz. Va biz analizimizni kiyim kategoriyadagi eng katta sub kategoriyadan boshlaymiz.
futbolkalar va polo. Demak, biz uchun eng muhim raqamlar qaysi bo'ladi? Eng muhimi albatta aylanma. Tushum. Oxirgi 30 kunda futbolkalar va polo 502 milliardlik aylanmaga ega. Shuni yozib oldik. Dalishi bu albatta sotuvlar. Oxirgi 30 kunda nechta futbolka, nechta polo sotilganini ham yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 76.100 ta. Yozib oldik. Dalishi konkurent. Kartochka konkurent farqi yo'q. Men uchun bu konkurent. 6900 ta potensialni konkurentimiz bor ekan. Ulardan nechtasi aktiv? Ulardan qanchasi oxirgi 30 kunda xod nimadirni sotgan? Biz yozilgan 50%. 50% aktiv. Bu degani 3450 ta. O'rtacha narx qancha? O'rtacha narx bu aylanma sotuvlarga bo'lingan. Demak, o'rtacha narx 68300 so'm. Bo'ldi. Endi instrumentdagi barcha biz uchun muhim bo'lgan informatsiyani oldik. Endi shu yerda aylanma kartochka va access. Bu nima degani? Bu men o'zim uchun chiqargan faktorlar va men bu faktorlarga qarab o'zim uchun vivod chiqaraman. Bu kategoriyaga kerakmi, kirmaymi? Demak, aylanma kartochka degani bu umumiy 5 milliard 200 millionlik aylanmadan bitta aktivniy konkurentga qancha aylanma to'g'ri kelyapti. Aylanma kartochka degani bu umumiy 5 milliard 200 millionlik aylanmadan bitta aktiv konkurentga, bitta aktiv kartochkaga o'rtacha qancha aylanmadan to'g'ri kelyapti. Shuni hisoblash uchun juda ham oddiy formulani ishlatamiz. Umumiy aylanmani aktiv kartochkaga bo'lamiz. Aktiv kartochka bu konkurent. Aktiv 50% ga ko'paytiramiz. Bu hamma daniylar o'sha instrumentda mavjud. Va shuni qilsak 1,5 millionni olamiz. Va bu degani o'rtacha futbolkalar va polo sotadigan odam, sotadigan bitta kartochka 1,5 millionlik oylik aylanma olib keltiradi. Keyingisi bu XS. XS bu degani tezligi. Bir oyda o'rtacha kartochka nechta futbolka sotadi? Formulasi ham aylanmaga o'xshash. Demak, aylanmada biz 5 milliardni olganimizda, XSda tezlikda biz sotuvlarni olamiz. Demak, общий sotuvlarni aktivniy kartochkaga ko'paytiramiz. Formulasi aylanma bilan juda ham o'xshash. Demak, shu yerda biz общий sotuvlarni aktivniy konkurentlarga bo'lamiz. Demak, shu yerda 22 chiqyapti. Va bu degani erkaklar uchun futbolkalar va polo sotadigan o'rtacha kartochka bir oyda 22 ta futbolka sotadi. Bo'ldi. Bu kategoriyamizni analizi tayyor. Men oxirgi 3 yildan beri xuddi shunaqa kategoriya analizini qilaman. Lekin bitta kategoriyani emas, men 15 ta, 20 ta har xil nishalarni olib, ularni birlashtirib, ulardan eng yaxshisini aylanma kartochka va XS ga qarab tanlab olaman. Va shu futbolkalar va polo kategoriyani analiz qilganimizdek, xuddi shunga o'xshab qolgan 20 ta, xohlasanglar 30 ta, kerak bo'lsa 40 ta kategoriyalarni analiz qilasizlar. Va bu ranglar nima degani? Fioletoviy, ko'k, yashil. Bu ranglar men ko'zim qulay bo'lgani uchun qilganman. Demak, shu yerda aylanma qancha katta bo'lsa, rangi shuncha fioletoviy, ko'k, keyin yashil, keyin sariq bo'ladi. Xuddi shunday o'rtacha aylanma kartochka bo'ladi. Aylanma qancha katta bo'lsa, u shuncha fioletoviy, ko'k, yashil, sariq va oranjoviy bo'ladi. Endi sizda shuncha informatsiya bor. Shuncha kategoriyani analiz qildinglar. Endi nima qilasizlar? Endi mana shu 40 ta, 50 ta kategoriyadan sizlar qobiliyatingizga to'g'ri kelgan kategoriyalarni tanlab olasizlar. Bu nima degani? Masalan, endi очевидно eng zo'r kategoriya bu smartfon. Lekin odamlar uni qila olmaydi. Nimaga? Chunki uning uchun katta byudjet kerak. Bitta telefon uchun unga ham 1-2 million ketadi. Undan keyin sertifikatlar, import qilish uchun ularni emailini olish kerak. Juda ham ko'p qiyinchiligi bor. Yoki masalan kosmetikalar, sivrotkalar ular ham normalniy оборотga ega. Lekin hamma odamlar uni qila olmaydi. Nimaga? Chunki sivrotkalarni, originalniy qanaqa yaxshi kosmetikalarni yaxshi sotuvlarga ega bo'lish uchun uning uchun
uzunligi sertifikat kerak bo'ladi. Yoki masalan maishiy texnika. Judayam soqqali soha, lekin judayam oz odam qila oladi shu sohani. Nimaga? Chunki birinchidan maishiy texnika judayam katta bo'ladi. Shu televizor yo холодильник, стиральный mashinka judayam katta va uning logistikasi judayam qimmatga aylanadi. Ikkinchini, любой бытовой texnikani sotish uchun, kofe mashina, mikrovolnovka qancha kichkina bo'lsa ham unga asl belgisi kerak bo'ladi. Asl belgisini olish uchun spesial sertifikatlar kerak bo'ladi. Sertifikatlarni olish uchun pul bilan, xarajatlar bilan vaqt kerak bo'ladi. Demak, xuddi shunaqa analizimizni birinchi eng muhimi qadam qilinadi va bu qadam kategoriyalarni analiz qilish. Nimaga tovar analiz emas, nimaga kategoriya analizini boshladik? Chunki srazu tovarga o'tsangiz, kimdirda tovar juda ham yaxshi sotilishi mumkin. Lekin kategoriya o'zi katta emas. Masalan, shu odam 20 millionga sotsa, bo'ldi, u patologi, undan ko'p sotmaydi, qancha ham zo'r bo'lsa ham. Lekin agar srazu zo'r nishaga, zo'r kategoriyaga kirsangiz, katta nishaga, sizda qobiliyatingiz bor bo'lgan, byudjetingiz bor bo'lgan nishaga kira olsangiz, unda boshida kamgina оборот qilasiz, lekin sekin o'sib, oxirida o'sha odamdan 3 barobar, 4 barobar alanma qilasiz. Demak, oxirida общий aytadigan bo'lsak, analizimizni eng muhim birinchi qismi kategoriyalarni analiz qilish. Uning uchun sizlar instrumentni ishlatib, mana shu videoda aytgan hamma kerak bo'lgan raqamlarni bitta faylga solib, kerak bo'lsa 20 ta, 30 ta, 40 ta nishalarni, 40 ta kategoriyalarni bitta faylga solishtirib, ulardan tanlab olasizlar. Nimaga qarab tanlaysizlar? Birinchidan, bu o'zingizlarning qobiliyatinglar. Qaysi tovarlarni import qila olasizlar, qaysi tovarlarni import qila olmaysizlar. Telefonlarni sota olasizlarmi? Maishiy texnikalarni, mebellarni import qila olasizlarmi? Sertifikatni ola olasizlarmi? Asl belgisi, brend sertifikatlarini ola olasizlarmi, ola olmaysizlarmi? Ikkinchisi bu albatta byudjet. Necha puldan boshlayapsizlar? Ikkinchidan bu byudjet. Necha puldan boshlayapsizlar? $2000danmi, $50,000danmi, $100,000dan boshlab texnikalarni qila olasizlarmi? $2000 boshlab kiyim-kechakni qila olasizlarmi? Uchinchi, bu tovarni tushunish. Sizlar sotayotgan tovaringlarni tushunasizlarmi, tushunmaysizlarmi? Telefon sotsanglar, odam nimaga qarab telefon tanlab oladi, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Kiyim-kechak sotsanglar, qaysi material hadavoy, qaysi material hadavoy emas, qaysidir material reytingi 4.9 chiqadi, qaysidir material reytingi 4.5 chiqadi. Qaysidir materialdagi kiyimni 1 yil, 2 yil sotasizlar, qaysidir materialdagi kiyimni 1 oy ham sota olmaysizlar. Bo'ldi, shu. Demak, yana bir bor. Men sizlarga bugun ko'rsatgan kategoriyani analiz qilish texnikasini o'zim shu kungacha ishlataman. Va o'sha 25 ta, 30 ta kategoriyadan ichida faqatgina 3 ta kategoriyani tanlaganman. Va o'sha 3 ta kategoriyani hozir kungacha sotaman. Demak, kimga realni важно bo'lsa, birinchidan instrumentni olib olasizlar. Instrumentni 300 mingdan olib olish uchun kuratorimizga yozinglar. Instrumentni olgandan keyin hamma kerak bo'lgan, hamma qiziqtirgan nishalarni, hamma qiziqtirgan kategoriyalarni bitta faylga yozib chiqasizlar. Va o'sha tanlagan kategoriyadan qobiliyatingizga, byudjetingizga va tushunchalarga qarab kerak bo'lgan kategoriyani tanlab olasizlar. Bu bilan shu analiz qilishini birinchi eng muhim qismini bilib oldinglar. Ikkinchi va oxirgi qismi bu tanlagan kategoriyadagi tovarlarni analiz qilish. Buni o'zi keyingi YouTube videomizda kutib olinglar. Oxirida Zoom Selling instrument bo'yicha aytmoqchiman. Kelayotgan 3 kun ichida mendan Telegram kanalimga eng optimal 300 minglik oyga taklif tushadi. Shu taklifga men faqatgina 5 kishini olaman. Kutib olinglar.